tufayli meni mana shu Kamalni qishlog'iga rais qilib tayinlashdi. Mana ulug' Shodiyonadan yig'ilib turgan ekanmiz. Keyin-kuyovlarimiz davraga taklif qilishdan oldin men bir xalq bilan hisob-kitob qilib olishim kerak. Bu onangi eshak sikir qishlog'ida bolalar to'y boshlandi deguncha davron tarakanday bosib ketadigan kishiylar. Bu bolalarni ota-onasi yo'qmi yo'q to'ymatlardi. Ota-onasiga aytingizlar, bolalarni jishtirotni o'zi olib borib hammasini inoshlab aytib kelamayapsiz sizga. Rais kim? Shuhratmi rais? Nima? Uyda ovqat yo'qmi? Kallasini do'stlarga ko'tarolmaydi. Ko'tar kallayni rangishga. Ko'tar yo'q to'yamat. Mana san'atkorlarni aytdik. O'tar joyingga rais sen chaqirgan. O'tar rangishga seni. Ha, mana Otabek Mo'minov menga qara. O'zi to'rtta qo'shiqda normanga o'talmaysan. Yana chiltonlaganingga o'laymi? Dababishni qilib bugun ertalabgacha aytmasang, seni ham irang o'g'amga uraveraman, irang seni.